Assalomu alaykum. Yaqinda ko'rib turgan qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshi do'stlar, tanjonlar inson. Bugun Xudo xolasa 4-aprel. Obeddan keyin 16:25 bo'lyapti soatimiz. Tbilisiga kiradigan paytdan bo'lib qoldi. Mana necha kundan beri misol uchun video qo'yganim yo'q Silivri kanaliga. Qovunlar nima bo'ldi deb ko'pchilik so'rayapti, ko'pchilik duo qilyapti. Hammalarga rahmat, boringlarga shukr. Ish qilib Anvarjon qovun ekdingiz, qovun tushirmasiz bo'ldi deb yo'q. O'shanga yarasha harakat bo'lyapti. Sizlar menga kuch-quvvat bag'ishlayapsizlar, motivatsiya beryapsizlar, davay deyapsizlar, bo'lyapti. Xudo xolasa bugun Mirashkorda ham chaqirganman, qo'shni qishloqdagi Hoji ukamiz ham chaqirganman. Chiroyli qilib bugun selitra solamiz. Selitrani qanday soladi deydigan insonlar ham bo'lishi mumkin. Albatta videoni oxirigacha ko'rsang, sekin ko'rsatib boraveraman. Bu videoni endi ko'rayotgan insonlar bo'lsa, oldinroq video ko'rsalaring. Men yerda tayyorlangan jarayoni, klonka tortishda, ekishda hammasini etap ko'rsatib boryapman. Men dehqon emasman, lekin dehqon bo'lishga harakat qilyapmiz. Shu Mirashkordan o'rganib, albatta video tarqasida shu Sirli Ulug' kanalidagi obunachilarga ko'rsatib boryapman. Oxuntoshib Akmaljon bor. Qarindoshimiz, amakacham bolalarim. Shu ayindan ishdan bo'shadi, pensiyaga chiqdi. Soching pastdan kali yurasan oshna. Mashin kiyib olib, boshing omon bo'lsin deb mashin beradi. Endi ichimizda xizmat qilgan insonlar yaxshi biladi buni. Juda yaxshi narsa-da bu. Biz armiyada 2000-yillari Toshkent shahrining Gafizgada 77-90 harbiy qismda xizmat qilganmiz. Gafizgada Sevastchasda. Biz demli paytlarda mana qirg'oqqa simlarni o'tkazib olardik. Borziq olardik mashina qilib. Ularni tepalarini tushirib aylarimda ko'tarilgan bo'lardi. Mana qolardik. Men sochim bundaqa monondoq bo'lmasdi. Monondoq qilib sochim monondoq qoladiganlar bordi. Oldin qop boytirib, yo bilmayman, dazmolda oladim. Jingaroq bo'lardi. Bizga bunday bo'lardi. Oldiga ko'tarib olib yurardik. Endi bu albatta bu maladoylik, demliga o'tgan paytlarda remillar osiltirib, taqillatib, enaqa sapoylarga dubullar qo'yib olib kechqurunlar qars deb aspallarda changitib, aspallarda o't chaqnardi. Ana, hozir o't ham chaqnamay qo'ydi. Xo'p, obunachilar, kabinat to'g'rilaymiz. Kabinat o'tga qarataman. Mana. Bu selitra. Bu o'stirar ekan. Bir qop oldim. Toshkentniki, Farg'onaniki ham bor ekan. Farg'onaniki 150 ming so'm, bunisi 165 ming so'm ekan, 160 mingga berdi. Sizlarga yaqindan ko'rsatib qo'yay. Ikkitadan boshqa hosil solmaydi deb bir ikkitasi kommentar yozgan ekan. O'shalar uchun mana. Nechta gul turibdi? 4 tami? Hozir pastdagizni ko'rsataman. Ko'rdingizmi? Ash qovun bo'ladi. Qovun 4 ta gullabdi. Ana shunaqa, mana ketamiz oxirigacha mana. Mana bu tomonlar, obunachilar, qovunlar mana. Chatga qilib bugun dori solamiz. Mana bu tomonlarni ko'rsatib qo'ysizlarga. Hozir bu tomon o'tlarni yulib bo'ldim. Uzoqroqdan ko'rsatay. Bu tomon o'tlarni yulib bo'ldim. Hozir mana o'sa mana shu tomoni qoldi. Buni obunachilar mana qaranglar. O't chiqib ketargan qirg'oqlardan ondaqa. Buni yulib turib chiroyli qilib. Buni qilib yulib, taydelarni ham chiqqanlarni yulib, keyin o'sha teshigiga bunday qilib qum tashlab chiqiladi. O'shalarga yuldizku, o'sha teshiklarni yopish uchun mana shu qilib qum tashlab chiqilarga mana. Ulardan yulinadi. O'shandan keyin yoniga qoziqlab dori solinadi. Dori ham mashga solinadi mana bizga. Va Mirashkor kelsa o'zi ko'rsatadi. Albatta sizlarga ham sekin ko'rsatib boraman. Mana shunaqa qilib o'tlarni yulib dorini ko'miladi. Chunki dori o'tga berib yubormasin deyman-da. Mana o'zgarish bormi? Mana hamma tomonlarni ko'rsatib qo'y.
Mana. Yaqinroqdan ham ko'rsatamiz sizlarga mana. Mana palaylar. Ko'z tegmasin. Nari tomon mana. Haybatingizda bir oyda qovun yeymiz endi sizlar bilan birga kitob bilan sizlar. Nasib qo'ysa Xudo xolasa. Ha? Nima dedilaring? Alponni dori solib chiqamiz. Mirishga kelgandan keyin albatta intervyu olishga harakat qilaman. Sizlarga sekin ko'rsatib boramiz. Kim mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, sizlar ham kuchni yomon ko'rasizlarmi? Kommentariy o'qiyman. Endi bu Mirishga kelguncha qarab o'tiramanmi? Endi o'tgan safar telefonda gaplashganimizda ko'mgan joyingiz bor, o'sha tomonni ochib turib, uzun qilib ochib turib, o'sha tomonga dorini ko'mamiz degandi. Bilganimcha ochib turaveraycha, hech kim onasining qonidan tug'ilib o'rganmagan-ku. Harakat qilamiz, chuqurroq qilib, o'sha bu tomondan bunday qilib olib turamiz. Kelgandan keyin, "O, zo'r ochibdi" deydigan bo'lsa, dorini tashlab ko'mib qo'yamiz. Bo'lmasam, o'zimga o'zim Allohdan kuch-quvvat so'rayman. Alloh menga kuch-quvvat bergin, sabr bergin. Sekin ketmonjonni olamizda, ishni boshlaymiz. Sizlar tomosha qilib turinglar. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ketmonimiz. Kichik ketmonda. Bu mana kilon kelgan mana. Mana qilib olib turamiz endi. Shunaqa qilib chopilar ekan-da bu narsalar. Mehnat tagi rohat deydi. Odam ota-bobolarimiz 90, 100larga kirib, 110larga kirib olamda ko'z yumganda. Hammasi mehnat orqasidan shuncha umr ko'rgan. Hali biz o'zi dangasa bo'lib qo'yganmiz-da. Ozgina ishlaymiz bo'ldi deymizda. Bu ishlab yurgan odam kasal bo'lib qoladi. Uyda bir kun, ikki kun yotadigan bo'lsa kasal bo'lib qoladi. O'shuning uchun ishlayotgan odamlarga tegma deydi. Chunki ular chiniqqan odamlarda. Men hoji dadam ham tinmaydi. Mashinasi ham bor, velosipedi ham bor. Bir qarasam o'tga ketgan, nima keragi bor mana keliniz qaraydi, o'g'lingiz qaraydi desam, ha deydi-da. Shiplar kim qala ketadi. Velosipedda o'tib keladi, bo'rada olib ketadi. Bo'lsa uyda o't bor, boshqa bor. O'rganib qolganda kasal bo'lib qoladi. Sanatoriyaga yotmaydi. Sen deydi sog'lom odamda deydi. Sanatoriyaga olib yotkizib, kasal yuqtirasan menga deydi. Unamaydi. Eski odamlar shunaqa-da. Ana shunaqa. Mayli. Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'laversin. Endi o'zimga o'zim yana Allohdan kuch-quvvat so'rab, ular kelguncha men chop qo'yaman shekilli o'tirishda. Ular ketdi, gap yo'q deydi, dorini sep, bunday qilib sepiladi deydi. Shuni ko'm qo'yamiz, shu bilan bugun isham tugaydi. Kelsam ulardan ham bir suhbat olamiz, ha. Hoji ukamizga ham aytdim, u ham kelmayapti, dorizon ochib qo'yganman. Chaqirmayapti ham. Mayli. Lekin kelishadi. Endi ularga qanaqadirki ish chiqib qolgandir-da. Chunki hozir sezon, hozir ustalar bilan gaplashib bo'lmaydi. Ustalar hozir qo'li tegmayapti. Bittasini ish tugamaguncha boshqa o'tib ketolmaydi, lekin 4 ta 5 ta odam ochirib turibdi.
Maşallah. Endi men ham bu narsalar sekin-sekin o'rganlaveraychi. Har yil har xil narsalar ekaman-da. Yana yozmaylar, o'tgan yili qovun yaxshi bo'lmadi shekilli, bu yil boshqa narsa ekyapsan demaylar. Yerlarni o'rgatib, o'zim ham o'rganib boraman-da. Mana birinchi yili qalampir ekdim, ha? Undan keyin makmak ekdim, undan keyin pomidor ekdim. Mana hozir endi qovun ekyapmiz. Qirg'og'imda chiroyli qilib bir qator arada qirg'og'iga chiroyli qilib 40 tup qulupnay ekib qo'ydim. Endi hozir qulupnaylarni ham internetda ko'rsam, ko'pchilik yerga ekilgan qulupnaylarni tayyorganda qilib kilonka qilib qo'yishibdi. Haligi qulupnay hosil solgandan keyin yerga tegandan keyin chirib qolaganda. Masalan, uni ham bir o'ylab topmadim. Endi men ekib qo'yganman-ku. Sekin chiroyiga tayyorganda yirtiq qilib turib, tayyorganda qilib salapan qilib qo'yamizmi? Hozir kichik-kichik hosil solib qoldi. Masalan. Yetishini bo'lgan mana bu. Ko'rsatmar ekan mana. Qani? Qani topini? Ha. Demak, mana shu ko'mchi bo'laveradi. Zo'r bo'ladi. Yana sal yaqinlashib qo'ying. Ha, kilonkani yirtib qo'yamiz hozir. Nima qilasiz? Ishonsa qilmaydi. Mana nima oldin ko'ringchi. Ko'ylab tashasizlar. Bu Anvar akam endi boshqa. Ha, o'zingiz aytdingiz-ku. O'zingiz ko'ylab kilonka ko'mgan tomonda dedilar. Ha? O'tlari o'libdimi, qararlarimi? Endi o'lyapti. Ha, o'lgan. O'lyapti. Ularni nam qilaymi? Ha, boshqa qo'yish kerak hatto. Maytda boshqa tog'larga ham aytdilardi. Dorini o'limi. Ay. Emasdan 3 yil qilib tozalab, dori tushgandan keyin tevasiga qum yo'qotib qo'ygan. Qani ketmonda olinchi. Ha, nafas olmasdan borib keldim, oxirgacha. Tez qilishga qilibsiz-da, sekin. Yo'q, mana. Ha? Yo'q, bo'lmaydimi bu? Boshqatdan olaman, men olib beraman, dorini solib ko'maveraman. Ha, olinchi qani ketmondimi o'zi? Mana. Ketmon bor, Ketmonlar qarang. U men ketmonlarmi? Ketmon. Dehqon, nima gap? O'zgarishlar. O'zgarishlar zo'r, yaxshi Ha? ketyapti. Ha. Ko'nglingizdek rang beribdimi? Qorayib, Ha? ranglar tozalandi. Yana sal nima qilavering, sal. Ketmon yaqa tegib qolganda qo'lim. Ha, ana tan joyi sog' bo'lsin. Chof namini yo'q qilib tashlaysiz-ku. Nami kerakmi sizga? Nami yo'q qilinglar, lapatga bilan Hojiakbar ukamiz bilan yerim men ikki tomonni chopishdi. Endi bugun ham chopamiz dedik. Siz bo'ladi deganingizdan keyin. Kilopat chopildi-da. Tezroq nam qochirish bo'ldi-da. Bitta o'zi bo'lgan yo'qda 2 kilobatga don tashlab chiqdik. Yana bitta namni qochirami? Bo'ldi, yetadi, boshqa nam totish kerak emas. Endi namlaymiz endi buni. Ha? Mana, Hojiakbar nomiga shunchalik qilib qo'yaylik bo'ldi. Hozir qani doringiz? Chetda. Bir qop. Boshilaveradi. Bir qopda? Qani o'sha dori? Tashqari turibdi, arochi hisob qo'yganman. Aralashtirganmi yo'q? Buni namli axtarib. O'sha namliga borsin deyapman dorini. Tezroq erib turib, tezroq ta'sir qiladi. 10 kunda hamaylar bunday bo'lsa, deysiz-da, keyin hamaylar qaranglar to'g'ri. Litrab 5, 10, 15 gacha yuradi bu tomonga. Yuradi, o'shaning uchun chuqurroq qilganim ham chopi ham bo'lyapti. Nami qosh qo'ydi keyin suvoqda yuraylik keyin. 3 kundan keyin suv ochasiz. Ha, 3 kundan suvoriladi. 3 kundan keyin 3 kun 4 kun suv berasiz. 3 kundan keyin suvni berasiz. Mana bu narsalar. Mana shunaqa qilib chopib, mana shunaqa ko'mlarga dori solindi. Ko'milgandan keyin mana dori. Nima qilsa ham bo'laveradi, qozoqlar ko'mib qo'ysa ham bo'laveradi farqi. Ha. Endi chopilib qoladi bahona. Unda bahonada chopilib, qumlanib qolar ekanda. Ha. Bag'rlarga qum berilyapti. Ham ko'milyapti, ham qum berilyapti mana. Chopiq o'zi bilan ketyapti-da, xullas. Uch kundan keyin sug'orilar ekan. Doridan keyin. Endi mana kilonga o'rtasiga qum tushib qolmasin deb sizni kutdim-da, anajon ukam. Nega tushmaydi? Shu. Mana obunachilar. Hurmatli obunachilar. Ha.
Mana shunaqa qilinar ekan. Ko'rib oldik. Endi xudo xolasa ertaga tamam boshlaymiz. Shom bo'lib qoldi. Bo'lmasam sizlar bilan haylashamiz. Ertangi dasturda ko'rishguncha qilamiz. Ertaga xudo xolasa yorug'i chiroyli qilib sizlarga ko'rsatamiz. Bir qatorni hozir shuni ko'rsatib berdi. Ertadan o'zimizniki mana shunaqa qilib olamiz. Shunchalik Ha, chuqur ko'lashdan kerak yo'q. shunchalik bir xil olinglar. Ha? Bo'ldi. Bu yetadi shu. O'zi shunaqa oldim-da men o'zi. Mana shunaqa ketuvdim-da. Homilagi nargisdan chuqurroq ko'ruvdim. Uni ham Boshki ha? katta baland qilaman. Mana buni ham o'shacha oldim. Mayli. Ertangi dasturlarda ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingiz ehtiyot bo'ling. Kanalga yangi bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqmasin.